Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırğa jürüz. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizdak işkemez görme 3. ayının 4. günü vatandaş. Abdügü şembe geçirin la. Abdügü şembe bugünkü vaziyetten bir cümle. Prezident Joe Biden dedi ki, Amerika Qo'shma Shtatlarning havo tavalligiga tajovuz qilib kirgan Jungoning jasuslik shoirini obdan kutib olamiz. Ya'ni g'amxo'rlik qilib kutib olamiz dedi. G'amxo'rlik qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Obdan kutib olamiz degan qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Shundaqla bugun tushdan burun 2. ayının 4. günü tushdan burun Xitoyning yani Jungoning jasuslik shoiri Amerikada etib tushirildi. Bu vaziyatning eng yolqinli qismi. Shuningga bog'liq qoldi bugun sizlarga leksiya so'zlaymiz vatandoshlar. Bugünkü so'zlaydigan leksiyalarimiz avvalida mandaq bo'ladi. Mavzu mandaq. Xi Jinping bahor faslida Rossiyani ziyorat qilamdi. Bundaq ish yo'q. Maçav shu avval Moskvaga berib maslahatlashdi. Mavzuli xabar 2. ayının 3. günü Tayvan Merkezi Agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlanadi vatandosh. Rossiya Jungoning rahbari Xi Jinpingning bahor faslida Rossiyaga ziyoratga keladiganligini e'lon qilgandan keyin Jungo doiralari dalillashni xohlamadi. Lekin Jungo Tashqi ishlar ministrligining to'g'ri betida e'lon qilingan xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Ma Chaoshu 2. ayının 3. günü Moskvaga berib maslahatlashdi. Hamda Jungo taraf Rossiya taraf bilan ikki davlat boshliqlari o'rtasida birlikka kelingan o'rtaq tunishni amaliylashtirishni xohlaydi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Ma Chaoshu Rossiyaga berib ikki davlat diplomatiyasi organlarining maslahatlashishni qanot yoydirdi. Orliqda ayrim holda Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov va Lavrovning yordamchisi Andrey Dorinko va yana bir yordamchisi Sergey Verisilla bilan suhbat o'tkazdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi mundaq dedi. Ma Chaoshu Rossiya amaldorlari bilan o'rtaq ko'ngil bo'ladigan xalqaro masalalar to'g'risida fikr almashtirdi. Jungo taraf ikki davlat boshliqlarining o'rtaq tunishini astoydil amaliylashtirdi. Blinken, yani Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken tunji qatam Jungoni ziyorat qilmoqchi bo'lganda Davlat Majlisining 9 nafar a'zosi birlashma xat yozib davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Tayvanni ziyorat qilishini murojaat qildi. Mavzuli xabar 2. ayının 3. günü Jungoga nazar to'rbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qiladigan chaqda balki mundaq oz uchraydigan ziyoratdan burun Federatsiyalik Davlat Majlisining 9 nafar a'zosi Antony Blinkenga birlashma xat yozib, uning Tayvanni ziyorat qilib Prezident Joe Biden hukumatining va'dasini amaliylashtirishni talab qilgan edi. O'tganda bir
senator Bob Menendez qatarlıq senatorlar Devlet İşler Katibi Antony Blinken'e xat yazdı dedik. O çağda bu məzmun yoktu. Belki bu məzmun şu vaxt ki yazğan xatның məzmunu olması gerek vatandaş. Müracaat, əməliyyə müracaat qıldı. Birləşmə xatga imza qoyğan Dövlət Məclisi əzaları. Bir cüngo siyasətini axırlaşdırış doğrusu da qanunlayya oturuq qoyğan tam təppini. Avam Palatası Tashqi Münasibətlər Komitetinin əzası Scott Peri qatarlıq Dövlət Məclisi əzalarıdır. Dövlət Məclisi əzaları xitədə mündaq görsətdi. Dövlət İşlər Katibi Antony Blinken Prezident Joe Biden'ın Tayvan siyasetini təsvirləgəndə granat taşdək müstəhkəm degan idi. Əmdə alaqadar tərəflər Tayvan'ı ziyaret qilishqa heç narsa yetməydi. Əmdə alaqadar tərəflərini şundaq degan idi. Tayvan'ı ziyaret qilishiniz kerak. Tayvan'ı ziyaret qilishqa başqa heç narsa yetişməydi, yetməydi. Dövlət Məclisi əzaları mündaq təkidildi. Dövlət İşlər Katibi Antony Blinken'ın Tayvan'ı ziyaret qilishi Amerika'nın Tayvan seyli sayahat qanunuga uygun keladi.